Musiqa. Dugonam ikkalamiz 69 yasab yotgan. Paytimiz akam kirib qoldi. Ikkalamizni ham shu holatda rasa do'stlar. Talablariga binoan kattalar videosi. Telegram kanalini ochdik. Kimga qiziq bo'lsa kommentda qoldiraman. Ondan ortiq videolar bor. Musiqa. Kirib bemalol 5 ga 1 ni urishingiz mumkin. Salom aziz obunachilar. Yana siz bilan uchrashib turganimdan juda xursandman. Bugun sizni ehtirosli hayotlarga boy hikoya kutmoqda. Men va dugonam azaldan juda yaqinmiz. Bolaligimizdan beri qo'l ushlashib, sirlarimizni bo'lishib, baxtli lahzalarni birga o'tkazganmiz. Lekin so'nggi yillarda orasimizda boshqa bir narsa paydo bo'ldi. Bu oddiy do'stlikdan ham ortiq yurakni tez urdiradigan, ba'zida sozmaydigan tuyg'u edi. Oxir kuni kechqurun men uni uyimizga taklif qildim. Uyalibgina keldi. Ammo ko'zlarida allaqanday jilva bor edi. Biz birga choy ichib uzoq suhbatlashdik. Gaplarimiz oddiy ko'rinsa ham ichimizda yashirin bir ehtiros to'lqinlanib turardi. Dugonam yonimda o'tirganda yuragim qattiq ora boshladi. Uning qo'liga qo'lim tegib ketdi. Shu oddiy teginishning o'zi meni butunlay boshqa olamga olib ketdi. U ham buni sezdi. Ko'zlarimiz to'qnashib qoldi. Ikkalamiz ham jim qoldik. Go'yo atrofimizdagi dunyo to'xtab qolganday edi. Bir lahzadan so'ng u jilmayib qo'ydi. Men esa uning jilmayishini butunlay erib ketdim. Shu onda ichimdagi sirli tuyg'ularni yashira olmadim. Unga yaqinlashdim. U ham qarshi emasdi. Oshxo'sak sotun bizni bir-birimizni butunlay boshqa ko'z bilan ko'rishga majbur qildi. Bizning suhbatimiz asta-sekin hissiyotlarga aylanib bordi. Uning ovozi qonlarning mayinligi yonimda o'tirganida taralgan hidi meni o'ziga tortardi. Bir payt qarasam qonlarimiz bir-biriga qattiqroq yopishib qolgan, ko'zlarimiz esa ajralmas darajada yaqinlashgan edi. Shu payt birdan eshik ochilib, akam kirib keldi. Biz ikkimiz ham sapchib ketdik. Dugonam yuzini yashirishga urindi. Men esa noqulay vaziyatdan qizarib ketdim. Akam esa hech nima demadi. Faqat hayron qarab turdi. U bir zumda hammasini tushunib yetganday edi. Xonaga og'ir jimlik cho'kdi. Men yuragim qanchalik tez urayotganini yashira olmadim. Dugonam esa boshini quyi soldi. Kechirasiz, dedi akam ko'zini olib qochib. Men bilmagan edim. U sekin ortga qaytdi va eshikni yopdi. Shundan keyin biz ikkimiz bir muddat jim qoldik. Nafas olishimiz ham og'ir edi. Ammo shu hodisa bizni qo'rqitib yubormadi, aksincha yanada yaqinlashtirdi. Chunki bu vaziyatda his tuyg'ularimizning naqadar chin va kuchli ekanini angladik. Men dugonamning qo'lidan yana ushladim. U ham jilmaydi, ko'zlarida iliqlik bor edi. Bilasanmi, dedim sekin, men hech qachon bunday tuyni boshdan kechirmaganman. U ham menga qarab, men ham dedi, lekin yuragim sendan boshqa hech kimni xohlamayapti. Bu so'zlar meni butunlay o'ziga rom qildi. Shu tun biz bir-birimizning dardimizni, quvonchimizni, orzularimizni aytib chiqib chin dildan quchoqlashdik. Hech qanday yashirinlik qolmadi. Akam esa keyinroq yonimga kirib so'ng ohangda gapirdi. Men boshida hayron bo'ldim, lekin seni tushunaman. Eng asosiysi, siz chin dildan bir-biringizni qadrlaysiz.
Bu sozlar biz uchun katta dalda bo'ldi. Chunki his-tuyg'ularimizni tan olish eng qiyin qadam edi. Biz esa bunga jur'at topdik. Oradan ko'p vaqt o'tdi. Lekin o'sha tun yuraklarimiz ilk bor bir-biriga ochilgan. Ehtiros va mehr aralashgan tun biz uchun unutilmas qoldi. Oqshom. Osmonda oy yarim chavklanib turardi. Shamollar sokin, atrof esa girashira edi. Dugonam uyimizga kelishini aytganda, yuragim allaqachon hayajondan qattiq ora boshlagandi. U mening eng yaqin insonim edi. Ammo so'nggi paytlarda unga nisbatan paydo bo'lgan tuyg'ular oddiy do'stlikdan ancha narida edi. Eshik qo'ng'iroq chalindi. Yugurib chiqib eshikni ochdim. U eshik oldida jilmayib turardi. Oddiygina kiyimda, ammo u qanchalik oddiy bo'lmasin, men uchun hamisha ozgacha go'zal ko'rinardi. Uning jilmayishi ko'zimga iliq tong nuriday ta'sir qildi. Kirdingmi dedim. Sekin, men seni kutayotgan edim. U sekin boshini qimirlatib, men ham seni ko'rishni juda istadim, dedi. Biz ichkariga kirdik. Dasturxon ustida choy va shirinliklar bor edi. Avvaliga oddiy suhbat boshlandi. Maktabdagi esdaliklar, hayotdagi kulgili voqealar haqida gaplashdik. Lekin suhbatimiz orasida ko'zlarimiz tez-tez to'qnashib qolardi. Har gal shunday bo'lganda yuragim beixtiyor qattiqroq ora boshlardi. Bir payt u qo'limga teginib yubordi. Shu oddiy teginishning og'zi meni larzaga soldi. Uning qo'llari mayin, iliq edi. Men qo'limni tortib olmadi u ham. Shu topda gaplarimiz sekinlashdi. Faqat yurak urishimizni eshitgandek bo'ldim. Bilasanmi, dedi u asta. Men senga aytishga jur'at topa olmagan gaplarim bor. Men unga qarab beixtiyor jilmaydim. Men ham bir lahza davomida atrofimizdagi dunyo yo'qolganday bo'ldi. Faqat ikkovimiz va yuraklarimizdagi sirli ehtiros qoldi. Uning ko'zlari shu qadar yaqin ediki, go'yo butun borliqni unutib faqat unga tikilib turdim. Shu onayoq biz bir-birimizni quchoqlab oldik. Bu quchoqlashda oddiy do'stlik emas, balki chin yurakdan chiqqan, yashirinib kelgan tuyg'ular bor edi. Uning nafasini his etdim, qonlarning titroqini sezdim. Musiqa, qarsak, musiqa. Yuragimdagi ehtiros to'g'ri kuchayib borardi. Lekin aynan o'shanda eshik ochilib, akam kirib keldi. Biz ikkimiz ham sapchib ketdik. Dugonam yuzini yashirishga urindi. Men esa qizarib nima deyishni bilmay qoldim. Akam esa joyida qotib qoldi. Ko'zlari hayron bo'lib bizga qarardi. Bir necha soniyalik og'ir jimlik chopdi. Men bilmagan edim, dedi akam sekin. Kechirasizlar. U shunday deya ortga qaytdi va eshikni yopdi. Xona ichida sirli jimlik hukm surdi. Yuragim hali ham tez ura boshlardi. Dugonam esa boshini quyi solib qo'llarini titratib turardi. U bizni koyib qo'ydi, dedi u titroq ovozda. Ha, dedim men. Lekin bu uyat emas. Chunki bizning tuyg'ularimiz uchun. Men uning qo'lini yana ushladim. Bu safar yanada qat'iy edim. U ko'zlarini ko'tardi. Ularda yosh chilvalib turganini ko'rdim. Men senga boshidan beri boshqacha qarardim, dedi u sekin. Lekin qo'rqardim, odamlar nima deydi deb. Dugonajon, dedim men. Ba'zida odamlar nima deydi? Bu muhim emas. Muhim bo'lgani yuragimizda nima borligi. U
Sekin jilmaydi. Bu jilmayishda ham hijolat ham yengillik ham chuqur mehr mujassam edi. Biz yana uzoq suhbatlashdik. Oramizdagi ehtiros sozlar, qarashlar, quchoqlashlar orqali ifodalandi. Lekin biz chiziqni buzmadik, chunki bu voqeani samimiy, sof his-tuyg'ularimiz bilan saqlab qolishni xohladik. Bir payt akam qaytib keldi. Bu safar eshikni taqillatib kirgan edi. Uning yuzi jiddiy, ammo ko'zlarida tushunish alomatlari bor edi. Men sizlardan bir narsani so'ramoqchiman, dedi u. Bu tuyg'ularingiz rostmi? Yoki bu faqat vaqtinchalik hayajonmi? Men dadil qarab, rost dedim, biz chin yurakdan bir-birimizni qadrlaymiz. Dugonam ham sekin boshini qimirlatdi. Ha, bu rost akam. Chuqur nafas oldi. Mayli, dedi u. Men sizlarni tushunaman. Muhimi bir-biringizni aldamanglar. U shunday deb chiqib ketdi. Shu tun biz uchun tarixiy lahza bo'ldi. Biz oz tuyg'ularimizni yashirmay o'zimizni topdik. Oha kecha ehtirosli, samimiy va unutilmas edi. Bizning hayotimiz endi avvalgidek asdi. Oradan yillar o'tdi. Bizning do'stligimiz sevgimiz esa hayotimizning eng go'zal hikoyasiga aylandi. Ammo men hanuzgacha o'sha oqshomni, yuraklarimiz ilk bor bir-biriga ochilgan tunni unuta olmayman. Kom